Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Har doimgidek Osiyo futbol kanal boshlovchisi Muhammad siz qadrli obunachilar e'tiboriga O'zbekiston va Osiyo qit'asidagi eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ysangiz sizdan bag'oyat minnatdor bo'lamiz. Har biringizni hurmat qilamiz. Har biringizni yaxshi ko'raman. Goh negativ, goh pozitiv yozishingizdan qat'iy nazar. Qadrli futbol muxlislari, yana bir bor o'zim ko'rinish berib, siz qadrli obunachilar e'tiboriga gapirib chiqishga qaror qildim. Chunki aslini olganda men juda ham yaxshi ko'raman ekran oldiga chiqib o'zim ko'rinish berib gapirsam, bir qanaqadir mazza qilaman. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Endi nasib etsa reja qilyapmiz. Har 4 kun yoki har 5-6 kunda siz qadrli obunachilar bilan mana shunday ko'rinish berib, video rolik qilib boraman. Meni qanday o'zgarib borayotganim yoki meni qanday chiqishlarimni siz ko'rib, mazza qilib tomosha qilasiz. Qadrli futbol muxlislari, o'tgan safargi video roligimda juda ham ko'p gapirdim haqiqatdan, chunki tushunarliroq qilib gapirishga harakat qildim, lekin hech kimga yoqishni iloji yo'q. Ichimizda albatta bor meni yoqtirmaydiganlar yoki nima bo'lgan taqdirda mayli. Bilasizmi, bu begonalar mayli o'zini yo'liga o'zimni yaqin bo'lgan do'st birodarlar, qarindoshlar yoki qo'ni-qo'shnilar, mahalladagilar, qishloqdagilar yoqtirmaydiganlar bor. Mana bu joyda hasad degan narsa bor. U o'zlarini o'ziga qiyin. Chunki hasad qilsangiz ichingizdan yonasiz, kuyasiz, hech qanaqa ishga qo'lingiz bormaydi. Shunchaki dobro berib qo'ying, xayrli qilib qo'ying. Qobiliyatni Alloh har kimga har qanaqa qilib berib qo'ygan. Mayli, mavzudan chetga chiqmaymiz, lekin Ahmad Yassaviyning bir gapi bor. Sizlar yaxshi, biz yomon, sizlar bug'doy, biz somon. Shunday ekan, hammaga birdek yoqishning iloji yo'q. Sizlar o'zlaring uchun dahosizlar, sizlar buyuk insonsizlar, sizlarga yetishishni iloji yo'q. Sizlar doim to'g'ri, rus tilida aytganda sizlar pravsizlar. Mayli, bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida gaplashamiz, qadrli futbol muxlislari. Qancha urinmaylik, harakat qilmaylik. O'tgan safargi roligimda aytib o'tdim, Osiyo jamoalaridan qochish kerak degandim, lekin yo'q, taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi deganlardek, yana O'zbekiston terma jamoasi Osiyo jamoalari bilan ro'baro keladigan bo'ldi. Bu safar qanaqasiga deyishingiz mumkin? Osiyo jamoalarining ro'baro keladiganimiz kuchlisi bo'lsa ham mayli, aytaylik Yaponiya, Janubiy Koreya, lekin to'g'ri kuchlisi ham bor, lekin bu safar biz endi futbol rivojlanib borayotgan terma jamoalarga qarshi o'yin o'tkazamiz. Ya'ni shu yili 2025-yil 29-avgustdan 8-sentyabrga qadar O'zbekiston mamlakati kichkina turnirga mezbonlik qiladi. Bu degani Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyalarini o'zaro birlashuvidan tashkil topgan KAFA musobaqasi bo'lib o'tadi. Ushbu musobaqaga Markaziy Osiyodan 2 mamlakat, biri O'zbekiston, biri qo'shnilarimiz Tojikiston mamlakati mezbonlik qiladi. Har doimgidek bu musobaqada O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Afg'oniston va Eron va yangi Markaziy Osiyo futbolidan xabardor bo'lish uchun yangi terma jamoalar qo'shildi. Bular Malayziya va Oman terma jamoalari ham shu yili bo'ladigan KAFA musobaqasida ishtirok etishadi. Albatta juda ko'p muxlislar tomonidan tushunmaganlar bo'ldi. KAFA nima ma'noni beradi degan savollar bo'ldi. KAFA umuman ingliz tiliga tarjima qilganimizda Markaziy Osiyo terma jamoalarini birlashishi degan ma'noni, futbol assotsiatsiyalarini birlashish degan ma'noni beradi. Shunday ekan, albatta siz ham tushunib olishingiz uchun o'zimdagi bor bilimimdan kelib chiqib gapirib tushuntirishga harakat qildim. Agar ichimizda biladiganlar, shu Markaziy Osiyo futboldan xabari borlar, ya'ni shu ma'no nimani berishini biladiganlar bo'lsa, albatta izohlarga yozib qo'ysangiz sizdan xursand bo'lgan bo'lardik. Qadrli futbol muxlislari, xo'sh, bizga KAFA musobaqasi nima bera oladi? Nimaga biz KAFAda ishtirok etmoqdamiz? Mana shunday savollar juda ham ko'p. Bu mavzuni agar ipidan ignasigacha to'xtaladigan bo'lsak, keling rostini aytaman, o'tgan safarga o'xshagan 20 daqiqa ham yetmaydi. Shunday ekan qisqacha qilamiz. KAFA musobaqasi bu Markaziy Osiyoda futbolni rivojlantirish
Misol uchun aytaylik, Afg'oniston terma jamoasi yoki Turkmaniston terma jamoalarida mana ko'rishimiz mumkin, Osiyoda ularning o'rni deyarli yo'q. Eng kuchsiz jamoalardan biriga aylanib qolgan. Shunday ekan, bu musobaqa orqali ular ham albatta Markaziy Osiyoda futbolni rivojlantirish va yanada ular ana shu jahon chempionatiga chiqishlari uchun qanaqadir tajriba o'yinlari bo'ladi. Lekin eng qizig'i, qadrli futbol muxlislari, ushbu musobaqada O'zbekiston va Eron terma jamoalari yaqqol eng kuchlilardan biri va ikkisi bo'lib ishtirok etadi. Chunki Eron ham 2026-yilgi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan, O'zbekiston ham qo'lga kiritgan. Qolgan jamoalar, to'g'ri, Qirg'iziston harakat qildi, afsuski qo'shnilarimiz Qirg'izistonga omad kulib boqmadi, lekin 2030-yilda bo'ladigan musobaqada biz Markaziy Osiyoning barcha qo'shnilarimizga omad tilab qolamiz. Ular mundialga harakat qilib ko'rishadi. Eng qizig'i, jahon chempionatiga 48 ta kvota berilgan. Bu degani yarimta imkoniyatdan ham har qanday terma jamoa foydalanib ketsa bo'ladi. Demak, qadrli futbol muxlislari, Kafakup musobaqasi bizga juda yaxshi narsani bera oladi. Men aytib o'tgandim, o'tgan safargi roligimda, albatta Osiyo jamoalaridan qochish kerak, boshqa Yevropa yoki Afrika yoki Amerika jamoalariga qarshi o'ynash kerak degandim. Lekin afsuski, biz mayli Kafada ishtirok etamiz, Kafa ham anoyi jamoalar uyuriga yig'ilmaydi. Aytaylik, yangi bizga qo'shilgan Ommon terma jamoasi ham jahon chempionati saralashida munosib ishtirok etdi. Ommondan ham har narsalar kutishimiz mumkin. Demak, ushbu musobaqaga qadrli futbol muxlislari, Tojikiston va O'zbekiston mamlakatlari mezbonlik qiladi. Final o'yini 8-sentyabr kuni O'zbekiston Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Balki umid qilib qolamiz, nasib etsa Temur Kapadze shogirdlari, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoamiz finalda o'ynash huquqini qo'lga kiritar, albatta g'alaba qozonib. Xo'sh, qadrli futbol muxlislari, endi aytishimiz mumkin, biz faqat jahon chempionatiga qadar shu Kafakup musobaqasi bilan cheklanib qolamizmi deyishingiz mumkin. Yo'q, bunday emas. Muddatidan avval 2026 yo'llanmani qo'lga kiritgan Yevropa jamoalari bilan biz oktyabr va noyabr oylarida o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazishimiz mumkin. Eng muhim yangilik, qadrli futbol muxlislari, albatta buni aytib o'tish kerak. Shu yili 2025-yil dekabr oyida 2026 jahon chempionati AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tadigan mamlakatlarda bo'lib o'tadigan musobaqaga, mundialga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z raqiblarini bilib oladi. Kattakon futbol bayramlari mana endi boshlanmoqda. Hali futboldan uzoqlashmaymiz, chunki noyabr oyida undan oldinroq Islom Ismoilov shogirdlari o'smirlar o'rtasidagi U17 jahon chempionatida ishtirok etishadi. Qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. Kafakup musobaqasida yaxshi o'tkazgandan so'ng Yevropa jamoalariga qarshi albatta o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazishadi. Biz bu borada federatsiyadan kutmoqdamiz. Avvaliga Argentina bilan o'rtoqlik o'yinlari o'tkazish haqidagi xabarlar ham tarqaldi. Bu ham albatta ikkala federatsiya tomonidan muzokaralar olib borilmoqda. Nasib etsa Argentina, kerak bo'lsa Braziliya va Yevropaning eng nomdor terma jamoalariga qarshi vakillarimiz o'yin o'tkazishadi. Va yana bir kichkinagina ma'lumot, Osiyo Chempionlar Ligasi va elit ligalarida Nasaf, Qashqadaryo, Andijon viloyatlari jamoalari ham ishtirok etishadi. Ushbu qur'a tashlash marosimi 15-avgustga belgilab qo'yilgan. 15-avgustda Nasaf va Andijon jamoalari o'z raqiblarini bilib olishadi. Bu musobaqaga ham jiddiyroq e'tibor qaratish kerak, chunki xalqaro maydonda ikki klubimiz vatanimiz sharafini himoya qiladi. Va qadrli futbol muxlislari, shoshilinch xabarlar albatta juda ham ko'p. Biz eng asosiysi sizlarga muhimini yetkazishga harakat qilyapmiz. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr. Kafakup musobaqasida ko'rishguncha ungacha yana gaplashamiz. Sizlar bilan 5 kundan keyin ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, Osiyo futboldan aslo uzoqlashmang. Xato kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda diydor ko'rish nasib qilsin. Asabni asrang. Chunki hali asab sizga va bizga juda ko'p kerak bo'ladi. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.